Pensiyaga chiqdingizmi? Yoshingiz 60 yoshdan o'tdimi? Ko'pchilik pensiyaga chiqqandan keyin endi buyog'i yaqinlashib qoldi deb kun sanashni boshlaydi. Bu fikr noto'g'ri. Jahon aholisi haqida o'ylantiradigan raqamlar. Yer yuzi aholisi taxminan 7 milliard 800 millionni tashkil etadi. Bu raqam ko'pchilik uchun shunchaki katta son xolos. Aslida-chi, umr haqida og'ir, lekin rost raqam. Dunyodagi 100% insondan faqat 8%igina 65 yoshdan o'tar ekan. Xolos. Agar siz 65 yoshdan oshgan bo'lsangiz, shukronalik qiling, hayotdan rozi bo'ling, har bir nafasni qadrlang. Chunki siz 65 yoshga yetolmagan 92% insonlardan oldin bu dunyoni tark etmagan baxtli insonlar qatoridasiz. O'z sog'lig'ingizga e'tibor bering, har bir onni qadrlang. AQShda o'tkazilgan tadqiqot natijalari. Katta ilmiy tadqiqotlarga ko'ra, insonning eng sermahsul davri 60-70 yosh ekan. Ikkinchi o'rinda 70-80 yosh. Uchinchi o'rinda 50-60 yosh. Demak, 50 yoshgacha inson hali o'z salohiyatining cho'qqisiga chiqib ulgurmaydi. Qiziqarli misollar. Nobel mukofoti sovrindorlarining o'rtacha yoshi 62 yosh. Dunyodagi eng yirik 100 ta kompaniya rahbarlarining o'rtacha yoshi esa 63 yosh. AQShdagi yirik cherkovlar pastorlarining o'rtacha yoshi 71 yosh. Rim papasining o'rtacha yoshi esa 75 yosh. Bu shuni ko'rsatadiki, insonning eng yaxshi va eng samarali yillari 60-80 yosh oralig'iga to'g'ri keladi. Tadqiqotlarga ko'ra, inson 60 yoshda aqliy va hissiy salohiyatining cho'qqisiga chiqadi va bu holat 80 yoshgacha saqlanib qoladi. Xulosa va ma'naviy izoh. 60 yoshda bo'lsangiz, hayotingizning eng mazmunli davri boshlanyapti. 70 yoshda bo'lsangiz, hali eng foydali yillaringiz ketyapti. 80 yoshda bo'lsangiz, siz hayot cho'qqisida turibsiz. Hayot degan sayohat biz o'ylaganimizdan kechroq boshlanar ekan. Yoshlik kuch, qarilik hikmat. Kuch o'tadi, hikmat qoladi. Shuning uchun yoshga emas, mazmunga qarab yashaylik. Pensiyaga chiqdingmi, yo'qol deguvchilar, mana shuni bilib olinglar. Bu ma'lumotni 60 yoshdan oshgan ota-onalaringiz, ustozlaringiz va katta yoshdagilar bilan ulashing. Bu so'zlar ularga kuch bag'ishlaydi. Yoshini emas, qadrini his qildirib qo'yadi.